Qadrdonlar, bunaqangi vulqon katyolda ko'rmagansizlar. Yonishi nima deyapti? Ko'mirni tanlamaydigan eng zo'r aqlli ekonom katyollar bo'ladi. Aka buni pastlatib qo'yasiz endi. Fantan bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizlar? Xo'p. Juda ham zo'r katyollar. Bugun biz birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarga kelganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman. Ya'ni yangi bozor bo'yida, shuna yo'nalishda, yo'lni bo'yida. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqarar ekan, Xudo xohlasa. Chiroyli qilib sizlarga hozirgi kunda narxlari nech pul bo'ladi deganlarga narxlarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? O'z yaxshimi? Rahmat aka. O'zi ham vulqon bo'lib ketdi aka jamoatda. Yonishi juda ham zo'r aka. Qo'yilotda sal nima bo'lib tursin deb, qayna ketmasin deb. Gap yo'q, juda ham zo'r aka. Xo'p, endi aka bir boshdan ma'lumotni boshlasak, hozirgi kunda sizlarda qanaqangi katyollar bor? Bizda Nijnigarina katyol, keyin aqlli katyolda ekonom variantidan bor. Yangi versiyasi kitob holat emas, ham gorizontal ham vertikaliga kitob bo'ladi. Shuni hisobiga anchagina ekonom bo'ladi. Ekonomroq bo'ladi. Gap yo'q. Ham bunday, ham bunday ekan. Xuddi shunday. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu Nijnigarina deganimiz nima? Qanaqa? Nijnigarina mana. To'xtadim. Bu pastdan yonadi. Xo'p. Pastdan yongan hisobiga, to'g'rimi? Ha, o'chib turibdi. Hop, yonadi sira. Pastdan yonadi, ustiga zapravka qilinaveradi bemalol. Ha, Nijnigarinada demak ustidan dabavka tashlanaveradi. Vexnida unaqa bo'lmaydi. Vexnida iloji yo'q. Misol uchun soat 11 bo'lib qolgan bo'lsa, katyolingiz o'chishiga ozgina qolgan bo'lsa, siz kutasiz-da. Ilojingiz yo'q, uni o'chgandan keyin qaytadan olib, yana boshqadan zapravka qilib, keyin yoqishingizga to'g'ri keladi. Bunda unaqa muammo yo'q. Nechida bo'lsa, shunday zapravka qilaverasiz. Kerak bo'lsa, bir hafta 10 kungacha ko'mir toshsiz bo'lsa, bemalol o'chirmay yoqsa bo'laveradi. Gap yo'q. Faqat pastdan shu kulini olinadi. Kulini tozalab turiladi, bo'ldi. Hozir yondimi? Mana bo'ldi. Bitta ko'rsating operator. Hozir bu qanaqangi ko'mir tashlash kerak? Masalan, eng katta. Umuman ko'mirni daxli yo'q. Hokadan boshlab eshigiga sig'adigan ko'mir, o'tin, yonadigan narsa borki, charim-parim bo'lsa ham kirib ketaveradi. Kitoblarni ko'rsataylik. Mana istadigan joylari. Hozir bu issiq bo'lsa kerak, aka. Bor edi, kurakchasi. Shunda o'zi. Ha, mana. Bu yurish yo'llari uzun bo'ladi, shuni hisobiga anchagina issiqlikni ekonom qilib beradi. Ekonom qilib beradi. Xo'p, buni ham kvadratlari bor, aka. Ha, buni kvadrati 3 kvadratdan 1,5 ming kvadratgacha yasab berdik. Hammasi ishlayapti. 1,5 ming kvadratga kattani sexga ishlab berdik. To'pli pol hammasini 1,5 ming kvadrat istayapti. Misol o'sha effekti yaxshi bo'ptimi aka? Effekti zo'r aka. 1,5 ming kvadratligini zo'r. Effekti yaxshi bo'lgan. Ular yoqilg'isi boshqa. Misol ko'mir yoqishmaydi, boshqa narsa yoqishadi ishxona bo'lganligi uchun. Lekin effekti zo'r. Xo'p, hozir bu necha kvadratli? Bu 150 kvadratlik. Xo'p, narxi necha pul bu? 8,5 million. 8,5 million. Listlarning qalinligi nechchilik? Listlarning qalinligi gariyachi 3lik listdan bo'ladi. Xo'p. Qalinligi gariyachi 3lik listdan, utplitili 08 listdan bo'ladi, tunukadan emas. Tunuka bilan ancha farqi bor. Tunuka bilan ancha farqi bor. Komplektida nimalari bor hozir? Komplektida veltinatori, boshqaruv miyasi, tozalash kurakchasi bo'ladi. Foydalanish uchun O'zbekiston bo'ylab bepulga butkul yetkazdirib beramiz. O'sha aytgan narxda ichida. Aytilgan narxda ichida. Xo'p, endi bu 150 kvadrat dedingiz. 200-250 u yog'i ketaveradimi? Zakazga qarab qilib beraverasizmi? Shunaqa. Buni 10 kilovatligi bor, 13, 15, 22, 30, 35, 50, 75 shunaqa. Hozir mana shu 150 kvadratni ham to'pli polga ulasa bo'ladimi? Bemalol 150 kvadrat pilusi bilan ulash mumkin. 160, 170 bo'lsa ham ko'taradi, behijol. Bemalol ishlab beraveradi. Birinchi o'rinda aka, uyda ham misol uchun bir xil katyollarni olgan insonlar effekt yaxshi bo'lmayapti deydi-da. Birinchi o'rinda uyda o'tib plita, qilingan montajlar ham to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'rimi aka? Ko'pchilik endi katyol ishlab chiqarish ham ko'p bo'lganligi uchun muammo ko'p bo'lyapti. Solish vaqti uzoq. Misol uchun qisqa bo'lib qolyapti ko'pchiliknikida. Misol har 2 soatda, 4 soatda qarayapman deyapti. Biznikida unaqa emas, bemalol bitta zapravka bilan 10 soat, 16 soat zapravka qilgandan keyin yonaveradi. Ha, misol hozir 150 kvadratligimizga 35 kilodan 40 kilogramgacha ko'mir hajmi bor. 40 kilo ko'mir desiz, sovuqqa qarab turib 16 soatgacha bemalol yonib beraveradi. Siz 2 soatda qara, 3 soatda qara degan narsa yo'q.
Hozir mana ular bunkerlimi hammasi? Yo'q, bular bunkerli, bular o'sha nijniga rang. Nejni. Mana shuni tugatib qo'yamiz aka. Hozir bu necha kvadratlik? Bu 22. 22. 220 kvadrat. 220. Shunaqa deb gapiring. 22 desangiz 220. tushunmaydi ko'pchilik. 220 kvadratlik. Narxi Bunisi 9,5 million. 9,5 million so'm. Bularichi? Bular ham 150 kvadrat, shuni 100 kvadratligi bor. Shu bilan bir xil ozgina pastroq bo'ladi bo'yi, unisi 7,5 million bo'ladi. 7,5 million so'm. Ha. Agar sizni kanalingizdan chiqdim deysa, Tajribali ustalar kanalidan. ha, tajribali ustalar kanalidan chiqdim deysa, $20 skidka qilib beramiz. U 20 kunga amal qiladi skidkamiz. Zo'r. Xudo xohlasa, xo'p, bu yerda hali ma'lumotlar zo'r beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Endi bunkerlarga o'tadigan bo'lsak, bunkerlimiz aka, hozir bu necha kvadratlik? Bu 200 kvadratlik. 200. Ana bu yonib turganichi? Yonib turgan 350. 350 kvadratlik. Ha. Mana shunga ham to'pli polda radiatorda ulasa bo'ladi hozir, Bemalol. Bemalol ko'taradi. Endi ozgina pilusi bilan olishgani yaxshi, nimaga kelajakda yana joylar qo'shilib bo'lsa, boshqa bo'lsa yaxshi bo'ladi. Qo'shib yuboraveradi. Qo'shib yuboraveradi. Yana yangi kat yo'llar manmi qiynalyaptimi demaydi-da. O'shani o'zi xizmat qilib beraveradi. Tushunarli. Xo'p, hozir bu bunkerimizga necha kilo ko'mir sig'adi? 130 kilodan 150 kilo atrofida ko'mirni turiga qarab ko'mir sig'averadi. Aka, ichilarini ko'rsating, kitoblarini, ma'lumotini cho'tka qilib beraverasiz. Garelkasi quyma chugun garelkadan. Birlik qalinlikdanmi aka? Birlikdan oshiq 1.2. Aha. 1.2 qalinlikda bo'ladi. Ba'da ham gorizontal kitoblari bo'ladi, ham bu tarafda vertikal kitoblari Bu bo'ladi. yoqda vertikal. Shunda alochi ketib turgan joydan ham foydalanib qolilyapti. To'g'rimi? Issiqlik ekonom bo'lyapti. Masalan, boshqa kat yo'llarda shu yerdan qo'lingizni tutolmaysiz, gradusni qo'ysangiz 150 gradus oshig'i bilan issiqlik chiqib ketadigan bo'lsa, bunda chiqsa 70, 80, 100 ga bormaydi, chunki oldingi videolarimizda ham ko'rgan ko'p obunachilar qo'l tutsangiz kuydirmaydi. Shu darajada issiqlikni o'zida olib qolyapti, kat yo'q. Ichkariga beryapti. Ha. Gap yo'q. Juda ham bor energiyadan iloji boricha maksimal to'g'ri foydalanilyapti-da, to'g'rimi? Issiqlikdan, sarf xarajatdan. Xo'p, endi misol uchun aka, hozirgi kunda unaqangi qattiq sovuq bo'lgan yo'q, degan. Qattiq muzlama bo'lgan yo'q. Lekin olganlar aytdimmi, misol qancha rasxod qilyapti ekan? Rasxodi shularda 35-40 kilogramm atrofida. Bir sutkasiga. Ha, hozir o'rtacha havoda 35 kilo, 40 kilo atrofida bo'ladi. Kvadrat kattaroqlari 60, 70, 80 hali o'sha maydonda isitishiga qarab turib rasxod shunaqa bo'lyapti. Bular o'sha ko'mirni solib qo'ysa, o'zi olib kelaveradi, vaqtlarni qo'yib qo'ysa. Xo'p, bu hozir necha pul narxi? Buni narxi $1200 ga $1300. 1200 ga 1300. Chugunli garelkamiz bo'lsa 1300, agar temirli bo'ladigan bo'lsa $1200 bo'ladi. Bu narxning ichida butun O'zbekiston bo'ylabmi dastavka? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul. Endi vodiyga, uylargacha yetkazib beramiz, voha taraflarga asosiy yo'ldan qabul qilib olishadi, chunki yuk mashinalar ichkariga kirmasa. Tushunarli. Hozir sotuvda mavjudmi agar telefon qilsa? Sotuvda mavjud. Mana ichki holatlari bag'da bitganlari bor. Tezda ashibkasini qilib yetkazib beraveramiz. Gap yo'q. Hozir narxini tugatib olaylik, ma'lumotini beramiz. Mana buni narxini aytib qo'yaylik aka. 350 kvadrat. $1350 ga $1450 bo'ladi. Xo'p. O'sha chugun garelka, temir garelkasiga farqi bor. Farqi bor. Komplektda mana nimasi, miyasi, veltinatori, motor reduktorlari komplektida bo'ladi. Bunga qanaqa ko'mirlarni tavsiya berasiz odamlarga effekti zo'r bo'lishi? Bunga effekti zo'r bo'lishi uchun mana arishka, shibarko'l, suluqda deydi. Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlari tavsiya beriladi. Qirg'iz ko'mirlar tavsiya beriladi. O'zimiz Angren ko'mirda ham yoqaveradi. Faqat u ozgina hozir ko'p yomg'ir ham bo'lgani uchun nam bo'lyapti-da. Iloji yo'q, mana yerda agar bunkerga probka bo'lib qoladi, shunaqa holat bo'lib qoladi. Sababi shu, u yopishqoq. Hali qundaqa loy bo'lib qoladi-da, o'shani hisobi bor. Nariga Qozoq, Qirg'iz ko'mirlarda unaqa holat bo'lmaydi. Olib ketaveradi. Tushunarli. Endi mana bu hozir chugunmi? Chugun garelka. Chugun garelka. Chugun garelka. Xohlasa shundan qo'yib berasiz, to'g'rimi? Ha. Bu mana sinovlardan o'tkazilgan videolarda. Videolarimiz ham 6 listan bo'ladi. Mana komplekt bo'ladi. U alohida bo'lib qilingan bo'lmaydi. Ham to'rlik bas, u qayrilib darodanga nima bo'lib ketmaydi. Mana polni pishirib chiqiladi mustahkamligi uchun. Mana bu motorchiklari o'sha nimami? Bulari Двойный reduktor 220 motor bo'ladi. Yangi 220 motor qo'yiladi. Sababi dvornik bo'lsa, betga narsa tiralaydigan bo'lsa, sindirib olmasdan qizib, miyani ham kuydirib qo'yadi. Qiziganning hisobiga ham motori kuyadi.
Keyin ozgina vaqt sovuqda qolib ketishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun iloji boricha bundan tavsiya qilamiz. Bu bo'lmasdan dvorniy bo'lsa narx tushadi, lekin undan ko'ra bu ancha yaxshi xizmat qilib beradi. O'sha uncha narsani ham sindirib olib o'tib ketadi. Ozgina puliga qaramasdan sifatliroq narsa olish kerak. Iloji boricha nimaga? Shinik yupqa bo'lsa, shinik qayrilib ketsa, misol uchun hozir Xorazmdan zakaz qilishgan, men aqada dastavka qilib chiqargunimcha bular sovuqda qolib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha sifatiga e'tibor berilyapti. Yaxshilab e'tibor berishlari kerak. Mana o'qlari ham purutdan bo'ladi. Turbadan emas. Hozir narsa tiraladigan bo'lsa, bu narsa qayrilib qolsa, bo'ldi, u ishdan chiqadi-da, to'xtaydi. O'rniga boshqa qo'ysa bo'ladi, lekin ma'lum miqdorda bir kun, 2 kun isitish to'xtab qoladi. Tushunarli. Maslahat uchun gap yo'q, rahmat. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Nima holati? Hamma yo'g'i yangi listlardan, rossiyskiy горячий listnimi nima deydi aka? MMK горячий list o'sha issiqlikni ko'taradi. Aynan katyollardikida bu, to'g'rimi? Katyol uchun. Katyol uchun. Mana ko'ryapsizlar. Endi qanaqangi ma'lumotlari menimcha bo'ldimi aka? Mana ispitaniya jarayonlarini aytib o'tib ketsak bo'ladi. 5 davlina berib tekshiriladi hamma katyolimiz. Mana hozir mana 5 davlina berilgan, mana ushatilganlari ko'proqligi uchun katyol ishib ketmagan, boshqa bo'lmagan, yopiq sistema, ochiq sistema, samotok sistema bemalol ishlatishaveradi katyollarimizni. O'zi hozirgi paytda qanaqa sistemani, yopiq sistemani tavsiya berasizmi? Yo qanaqa sistema yopiq sistema yaxshi bo'ladi. Aylanishi boshqasiga yaxshi bo'ladi. Vizribnoy nimalarda ishonarlisini qo'yishsa bo'ldi, himoya vositalari. Xo'p, endi aka ko'rsatdik, mana ma'lumot berdik, videoni cho'zmaymiz. Xo'p, garantiyasi qanaqa? Garantiyasi 1 yilga garantiya beriladi, servis xizmati bepul. Servis xizmati bepul. Garantiya nima uchun? Mana shu choklar qo'yib yubormaslik uchunmi? O'zimizga aloqaga chiqishyapti. Mana ushatilganlar yo'q-da ko'p katyolda. Yopiq sistemaga qo'yishgan, shu yo'qligini hisobiga katyol ishgan, choklab uni qo'yib yuborgan. Chok qancha baquvvat bo'lsa ham bu ushatilmasa, yetarli me'yorini olinmagan bo'lsa, iloji yo'q suv chiqib ketib qoladi. O'shalar hisobini olingan, bemalol ishlab beraveradi. U taraflama. Agar mabodo insoniylik bir kamchiligi bo'lsa, borib to'g'rilab beriladi. Endi hali ko'p odamlar 1 yil deyilganiga u tushunib olishyapti, katyol 1 yilga yetar xolosmi deb. Unaqa narsa yo'q. Misol bizga ota kasb dadam 25 yildan beri svarshiylik qilsa, agar kanalimga o'tib ko'rsa, inshaalloh bir 3-4 kun ichida video qo'yaman. 10 yil bo'lgan katyolda. Hozir 4 yil bo'lgan katyolda o'zimizning qishloqdan garelkali qo'yishdi, boshqa katyol qo'yib berdik. Xuddi shu kabi o'sha 10 yil bo'lgan katyol hali ham ishlayapti. 3lik горячий listdan qilingan u ham. Bor buni ham inshaalloh ko'rsatib beramiz. Kanalimizga o'tib, kuzatib borishsa. Xudo xohlasa ma'lumotlar bo'ldi. Manzilni bitta aytaylik aka. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qon bozoridan Bo'ydiga ketishda. Yo'lni bo'yida. Aloqaga chiqqanlarga lakasa tashab beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, ishimizga baho berib, zakaz berishlari mumkin. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik. Birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqaruvchi sifatli mahsulotlarni chiqaryapmiz. Mehnatlarini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ushlasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin.